Assalomu alaykum. Hammaga yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Dubaydan ish topish mavzusidagi videolarimni davom ettiraman. Chunki menga keladigan eng ko'p savollar mana shu ish topish bilan bog'liq. Bugungi videoda ko'pchilik beradigan savollar: intervyuga qanaqa tayyorlanish kerak, nimaga 100 ta joyga rezyume jo'natsam ham javob kelmayapti, nima xatolar qildim yoki bo'lmasa qanaqa qilib tanish bilishchiliksiz ish topsa bo'ladi, shunga o'xshagan savollarga javob berishga harakat qilaman. YouTube'da bu haqida oldin ham video qilgan edim. To'g'ri rezyume tuzish bo'yicha qayerdan ish qidirish kerak, mana shular haqida video qilgandim. Oldingi videolarimni ham ko'rsanglar bo'ladi. Bugun esa aynan ish topish jarayonidagi qilinadigan xatolarni gapirib o'tmoqchiman. Birinchi xato bu bir xil rezyumeni hamma joyga jo'natish. Ya'ni siz hali o'zingiz qayerga, qanaqa lavozimga ishga kirishingizni bilmaysiz. Ko'zingiz tushgan vakansiyaga hammasiga bir xil bitta rezyumeni jo'natib chiqasiz. Masalan, ofitsiant bo'ladimi, resepsiyonda bo'ladimi, kassir bo'ladimi, hostes bo'ladimi, hammasiga bir xil rezyume. Har bitta lavozimga o'zini moslab rezyume qilish kerak bo'ladi. Masalan, agar siz resepsiyonda ishlaydigan bo'lsangiz, shunga moslab rezyume qilish kerak. Ofitsiant bo'lsa, ofitsiantga moslab rezyume qilish. HR rezyumelarni ko'rib chiqishi uchun maksimum 1 daqiqa vaqt ajratadi. Mana shu 1 minut ichida uni e'tiborini jalb qilishga harakat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni качественный rasm qo'yishingiz kerak. Ko'pchilik kichkina rasm qo'yib qo'yadi yoki bo'lmasa keraksiz ma'lumotlarni yozadi rezyumega. Masalan, siz maktabingiz, hobbilaringiz haqida, aka-ukalaringiz haqida ma'lumotlarni yozib qo'yishadi. Rezyumeda ko'proq sonlarni, sifralarni ishlatishga harakat qilishingiz kerak va har bir lavozim uchun alohida moslab rezyume tuzish kerak. Ikkinchisi, email orqali yoki WhatsApp orqali o'zingizni hujjatlaringizni jo'natayotganingizda rasmiy tonda gaplashishni ko'pchilik bilmaydi. Chunki O'zbekistonda email ishlatilmaydi. Lekin rivojlangan davlatlarda asosan email orqali gaplashiladi. Shuning uchun rasmiy tonda gaplashishni o'rganish kerak. Do'stlar bilan gaplashganda emas, kerakli so'zlarni topib, o'zingizni chiroyli prezentatsiya qilishga harakat qiling. Bilmasangiz ChatGPTdan so'rang, qanaqa qilib emailda yozish kerakligini. Lekin o'rtog'ingiz bilan gaplashgandagi unga xabar yozmang. Masalan, "Hey, how are you?" deb shunaqa yozishadi. Sizni professional emasligingizni ko'rsatadi. Uchinchisi, eng katta qilinadigan xatolardan bittasi intervyuga tayyorgarlik ko'rishmaydi. Ya'ni siz juda ham ko'p joylarga rezyume jo'natgansiz. Sizga xabar kelgan email orqali, mana shu kuni siz bilan rezyume intervyu bo'lishi kerak, lekin siz intervyuga umuman tayyorlanmagansiz. Qanaqa tayyorgarlik ko'rish kerak bunga? Birinchisi, o'sha kompaniya haqida eng kamida 5 ta ma'lumot o'rganishga harakat qiling. Masalan, siz Hilton mehmonxonalarida ishga kirmoqchisiz, Hilton bilan intervyungiz bor. Eng kamida 5 ta ma'lumot u haqida biling. Albatta buni intervyuda so'rashadi. Bizning kompaniyamiz haqida nimalarni bilasan deb so'rashadi. Masalan, nechta davlatda filiali borligini bilib qo'ying agar bo'lsa, qanaqa mashhur restoranlari bor ichida yoki qanaqa sovrinlarni egallagan. Shunga o'xshash ma'lumotlarni albatta bilib qo'yishingiz kerak. Biznes gostinitsami yoki resortmi? Shunga o'xshash 5 ta yoki undan ko'p bo'lsa, undan ham yaxshi ma'lumotlarni o'rganib qo'ying. Bu eng ko'p beriladigan savollardan bittasi. Va yana bitta muhim jihat, intervyuda birinchi bo'lib o'zing haqingda gapirib ber, "Tell me about yourself" deb so'raydi. Ko'pchilik mana shu joyda keraksiz ma'lumotlarni beradi. Buni o'zini formulasi bor. Ya'ni "Tell me about yourself" deb so'raganda, o'zing haqingda gapirib ber deb so'raganda 3 ta zamonda gapirishingiz kerak. O'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon. Ya'ni oldingi vaqtda siz nima ish qilgansiz, bundan oldin hozir nima ish qilyapsiz va kelajakda nima ish qilmoqchisiz. Mana shu haqida gapirib berishingiz kerak. Undan ortiqcha narsalarni gapirish kerak emas. Ya'ni o'sha kelajakdagi rejalaringizni ham, kelajakda nima ish qilmoqchiligingizni mana shu kompaniyani maqsadiga bog'lab gapirishingiz kerak. Masalan, siz Hiltonga ishga kirmoqchisiz, resepsiyon bo'lib, sizdan
o'zing haqingda gapirib ber deb so'radi. Oldin mana bu gostinitsiyada ishlaganman, hozir mana bunaqa ish qilaman, kelajakda mana shunaqa rejalarim bor deb o'sha mehmonxonaga, servis sohasiga yaqin bo'lgan ma'noda gapirish kerak bo'ladi. Yoki masalan siz kelajakda nima rejalaring bor deb so'rasa, siz boshqa ish qilib turib, umuman 5 yildan keyin boshqa ish qilmoqchiman, masalan bloger bo'lmoqchiman yoki real estate'da ishlamoqchiman yoki Amerikaga o'qishga ketmoqchiman degan javoblarni bermang. Iloji boricha o'sha kompaniya nima vazifa bilan shug'ullansa, shunga yaqinroq qilib, moslashtirib gapirishga harakat qiling. 3-savol, bu ham hamma intervyuda deyarli so'raladi. Nima uchun biz seni ishga olishimiz kerak deb so'raydi. Qiyin savollardan bittasi. Ko'pchilik bunga nima deb javob berish kerakligini bilmaydi. Bu degani o'zingizni maqting, qanaqadir chiroyli ko'rsating degani emas. O'zingizda bor xususiyatlarni, bor qobiliyatlaringizni chiroyli qilib taqdim etishni bilishingiz kerak, prezentatsiya qilishingiz kerak. Ya'ni agar sizda hali umuman tajriba yo'q bo'ladigan bo'lsa ham, qiziqishlaringizni o'sha kompaniyaga bog'lab gapirishingiz kerak. Masalan, men servis sohasini juda ham yaxshi ko'raman, YouTube'da mana shu insonlarni ko'raman yoki mana shu insonlarga havasim keladi va shu soha bo'yicha o'z ustimda ishlamoqchiman. Men o'ylaymanki, sizlar uchun kerakli xodim bo'laman, juda ham qiziqaman bu sohada, rivojlanishni xohlayman degan ma'noda javob berish kerak bo'ladi. Va 4-chi qilinadigan xato bu ishni to'g'ri joydan qidirishni bilmaydi ko'pchilik. Ish qidirish deganda CVni pechat qilib, printerdan chiqarib, uni hammaga tarqatib chiqish kerak deb o'ylar ekan ko'pchilik. Dubayda umuman bu narsa ishlamaydi. Ishga chaqirsa ham yaxshi joylar, prestijniy joylar bunaqa ishga chaqirmaydi. Chunki hamma narsa email orqali gaplashiladi yoki bo'lmasam WhatsApp orqali gaplashiladi va siz o'sha menejer bilan, HR bilan uchrashishga harakat qilganingizda, ular ko'chadan kelgan odam bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashmaydi. Kimgadir tashab kelasiz, berib qo'ying deb, u ham ularning qo'liga yetib bormaydi. Shuning uchun Dubayda eng tez ish topish uchun saytlar bu LinkedIn, Indeed platformasi orqali topiladi. Yoki bo'lmasa, o'sha kompaniyani o'zini veb-sayti orqali topsangiz bo'ladi. Ya'ni Hilton bo'lsa Hilton, Marriott bo'lsa Marriott veb-sayti orqali ish qidiriladi. Ko'chaga chiqib, rezyumeni tarqatib yurib, bunaqa narsa siz xohlagan natijaga olib kelmaydi. O'ylaymanki, bugungi video sizlarga foydali bo'ldi. Agar qaysidir ma'lumotlari qolib ketgan bo'lsa, kommentariyada bemalol savolinglarni yozsanglar bo'ladi. Javob berishga harakat qilaman. O'zi savol beradigan insonlar ko'pchilik ikkita toifaga bo'linadi. Menga savol beradigan insonlar, birinchi toifadagilar ingliz tilisi yaxshi emas, o'zida hech qanaqa harakat yo'q, tez ish xohlaydi, tez ish topishni xohlaydi, katta oylik olishni xohlaydi. Bu toifadagi insonlarga afsuski yordam bera olmayman. Ikkinchisi, qaysidir joylarda o'xshamay qolgan, harakat qilib ko'rgan, qaysidir joyda to'xtab qolgan. Agar sizda mana shunaqa vaziyat bo'lgan bo'lsa, Telegram orqali yoki YouTube orqali kommentariyada yozib qoldirsangiz bo'ladi. Javob berishga harakat qilaman. Rahmat, salomat bo'linglar.